Ustoz sizdan ichingizdan pishgansizda. Ko'rmaysan, Xudo shunaqa baraka berdi belgi dehqonchiligimizga. Bilan u. Orqada ko'ryapsizmi? Ko'zingiz quvun edi. Yer tagidan tilla topa olayotganga o'xsharkansiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar ham yerga mehr beringlar, dorisini solib, xullas harakat qilinglar, Xudo berar ekan sizlarga mana. Bizga Xudo berdi mana. Xullas optim narxiga ham kelishaveramiz, donasiga ham kelishaveramiz. Bitta hamda bepul ham sizlarga. Qaranglar. Bu urug'da yerga shunday ekib qo'yadi. Ekib qo'ysiz bo'ldi, Xudo izn beradi, chiqaveradi. Juda qoyil qolish kerak. Bu joyda qarang, hosilni qarang ko'pligini. Mashaalloh. Nari tomonda kamera ko'rsatib beralarmikin? Yo'q, ko'rsatamiz. Ko'zim ko'ryapti-ku, kamera. Qarang. Ko'rsatarmadi. Bitta narsada bu dehqonchilik olasiz-ku, yerga ekib turib. Olayotganingizdagi mazani, rohatni dehqonchilik qilganlar biladi olasizda. Men nechinchi marta bunaqangi rohatni sezishim, men tomon endi ko'ylanadi. Mana. Rosa so'zlarimiz tayyor. To'y hashamlarga, marosimlarga, uyga, ro'zg'orga maza qilishlar. Dehqonlarning hosiliga baraka, barcha O'zbekiston vatanimizdagi dehqonlarning hosili bundan-da zo'r bo'lib, hamma ishlari zo'r bo'lib, mo'l-ko'l bo'lib ketaversin. Mo'l-ko'l bo'lib ketsin. Endi qara bitta qopni o'zini bemalol mana yurib ko'tarib ketaverasiz. Endi o'zingizniki bo'lsa bemalol ketaverasiz. Baraka so'rab duo qilib turinglar, eson-omon sotib olaylik.